Endilikte Abdur bunun ikinci sebebi üstü toxtaladı dikkat vatandaşım. İkinci sebep şu ki Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo yer shari xarakterli geopolitikalik siyosiy ko'chki ega. Dərəcədən təşqiri iki dövlət o'ttirisidagi qarşılashishga o'xshashla agishib kelgani siyosiy jihatda baş qurish andisi o'ttirisidagi to'qinishdir. Masalan, Amerikaning demokratik davlat baş qurish andisi, Xitoyning mustabidlik davlat baş qurish siyosiy andisi bu ikki o'ttiridagi to'qinishdir deydi Abdur. Amaliy qatlamdan qaraganda bu ikki dərəcədən təşqiri davlatning birlashib dunyoni baş qurish mumkinchiligi yo'q. Bu Amerika bilan birleşip dünyanı başqurish teklifini aynı vaqtda Xitoy o'zi Reis Xi Jinping nima degan Tinch okean rayonining bag'rikan Amerikamiz sig'idi, Jungomiz sig'idi degan. Bu degani Tinch okean rayonini, Osiyo rayonini Amerika bilan Jungo birlashib boshqarishimiz kerak degan. Bu yerda Fransiyalik Abdur nima deydi? Bundaq birlashib boshqarish mumkinchiligi yo'q. Jungo g'alaba qilishni o'ylaydi. Dünyada zo'magarlikni qo'lga keltirmoqchi bo'ladi. Alasharini. Xi Jinping aytgan Jungoning tushunishi o'xshamamdi. Jungo g'alaba qilishni o'ylaydi. Dunyoda zo'magarlikni qo'lga keltirmoqchi bo'ladi. Bu Xi Jinpingning tushi ekanda. Jungo o'zining mustabidlarcha davlat boshqarish andisining davlat ichida demokratik kuchlarning xiristiriga uchramasligini kapolatga qilmoqchi bo'ladi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Fransiyalik iqtisodshunos mundaq hisobladi. Uzundan beri Jungo izchil sabr taqatlik bo'lib keldi. O'zining amaliy kuchini tadrijiy jo'g'ladi. 2015-yili Jungo Amerika Qo'shma Shtatlari bilan atrofliq geopolitikalik siyosatni tangpunglashtirishni shakllantirdi. Bugün kelgende Beijing, Irak bo'lmagan kelgusida Amerika Qo'shma Shtatlarini pul muomala sohasida og'ir jarohatga giribdor qilib, Amerika dollarining dunyo pul muomala sohasidagi o'rnidan ayirib etmoqchi. Xitoy pulini Amerika dollarining o'ttiriga qo'ymoqchi bo'lyapti alasharini. Xi Jinpingning Jungo chishi mana bu yerda oshkorlandi. Nima deydi? Dünyada Amerika dollarının o'rniga o'tmoqchi yoki Amerika dollarini dunyoviy o'rnidan ayirib etmoqchi. Onun o'rniga Xitoyning pulini dastatmoqchi bo'lyapti. Ala Jungolikning tushi. Xi Jinpingning tushi. Bu harakat albatta Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'ttirisidagi munosabatni boshqa tarafga burib etadi. Beijing mushundaq o'ylaydigan bo'lib qolgandan keyin u texmi o'ziga ishonib, Janubiy dengiz va Sharqiy dengizda territoriya to'qinishiga kirish iqtidorim bor deb hisobladi. Agar demokratik davlatlar ittifoqdoshlik munosabati o'rnatib, o'rtaq harakat qo'llanib, Beijingning pul strategiyasini bitchit qiladigan bo'lsa, undaqda Beijing territoriya talash tortishidan voz kechishi mumkin. Dikkat Abdur deydi. Agar demokratik davlatlar ittifoqdoshlik munosabatini o'rnatib, o'rtaq harakat qo'llanib, Beijingning pul strategiyasini bitchit qiladigan bo'lsa, o vaqtda Beijing territoriya talash tortishidan voz kechishi mumkin. Xabarda mundaq hisobladi. Bir nechta tarafdan qaraganda, Xalqaro pul muomala tashkiloti 2015-yili 10-oyda chaqirilgan yillik yig'in hal qilg'ich rol o'ynaydi. Xalqaro pul muomala tashkilotining 2015-yil 10-oyda chaqirdigan yillik yig'ini hal qilg'ich rol o'ynaydi. Agar Yevropa davlatlari Beijing va Moskva bir yo'lga tushib, Amerika dollarining xalqaro o'rnini bekor qilish harakatiga qatnashadigan bo'lsa, undaqda eng yomon ahvol o'ttirg'i chiqadi. Yevropa setlik bitemdi Rossiya bilan Xitoyga mumkin emas. Aksicha agar Yevropa davlatlari o'rnidan dast turib, Amerika dollarining xalqaro o'rnini qo'g'daydigan bo'lsa, undaqda Jungo mundaq xulosa chiqardi. Hozir territoriya talash tortish qo'zg'ashning vaqti emas ekan. Demak, Jungo chiqqan to'shkiga kirib ketdi degan so'z. Men ishonamanki, Yevropa Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bir maydonda turib, Amerika dollarining xalqaro o'rnini qo'g'daydi.